Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube, Instagram kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana Nexia 2 avtomobilini olib qolganmiz. Chachib, sekin stendga qo'yyapmiz anarog'i. Xo'p, buni mana shu Range Rover usliter qozonlari yomon holatda ketib qolgan. Ko'rib turibsizlar. Bu taylari ham mana. Xudo xolasa o'zini chiroyli qilib beramiz. Alloh qadar qilgancha. Buni rektopga qildiramiz. Bu yoqlari yaxshi. Lekin bu tarafi ozgina yomonroq. Xudo xolasa buni o'zini qilib beramiz. Buni teramiz, buni yangi qo'yamiz. Yana bitta labo avtomobilni olib qo'yamiz buni. Ko'rib turibsizlar. Bu ham holati yomonroq. Buni lekin yangi qo'yishga kelishdik, chunki sifatli chiroyli. Haligi rektopga qilgan taqdirda ham g'idir-bidir bo'lib qoladi-yu, hech bo'lib qolmasin, chiroyli chiqsin deb yangi qo'yadigan bo'lyapmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Mana Oyatulloh yangi shogirdimiz, duo qilib qo'yinglar. Yaxshi ilmlarda olsin. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz o'sha Andijon viloyati Marhamat tumani Kamas choyxonasining ichida. Jentramiz xudo xolasa bo'ldi, yig'yapmiz. Haligi laboyimiz, yomon qattiq yegan laboyimiz. Bu ham tezdan bo'lgan. Malyarni boshlaganmiz. Endi Matiz buni ham olib qo'yamiz, buni boshlashimiz kerak. Xullas, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Like va podpiska bilan qo'llab qo'yinglar endi akalar. Xizmatinglardamiz. Azbek bilan. Ha, Azbek. Nasa deb qo'ying endi kommentariya, chiroyli kommentariyalarga. Ha, молодец.